Bugun Toshkent shahridagi Ilhom teatrida rassomlar Xurshid Xalilov va Isomiddin Eshonqulovning Identiklik oynasi nomli qo'shma ko'rgazmasi ochildi. Ko'rgazmada zamonaviy inson identikligi, uning tashqi va ichki olami o'rtasidagi bog'liqlik badiiy talqinda yoritilgan. Xurshid Xalilovning asarlarida makon va yorug'lik muhim o'rin tutadi. Rassom shakl va sukunat orqali ichki holatlarini ifodalashga urinadi. Yorug'lik esa uning ishlarida ramziy ma'no kasb etadi. Isomiddin Eshonqulov esa insonning ichki kechinmalariga murojaat qiladi. Ko'rgazmaning nomi Okno identichность deb nom qo'yganmiz. Bu yerda men 25 ta asarim bilan qatnashyapman. Ko'pincha ular seriyadan iborat. Bu yerda bir 15 ta Yediniy okno degan seriyam. Bu yerda ko'proq eski seriyalardan ham ishlarim qo'yilgan. Buxoro degan, Samarqand degan va tabiat haqida asarlarim qatnashyapti seriyalari va oxirgisi Yediniy okno deb nomlangan ko'proq shu asarlarni qo'yganman. Uning asarlarida ramzlar, madaniy ishoralar va hissiy qatlamlar orqali ichki manzaralar aks etgan.